Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Alloh qudrati bilan bir bemorimiz shifo topgandilar. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchi edik. Xo'p, bemorimiz Shahamanov Sung'at 2005-yilda tug'ilganlar, Qozog'iston Respublikasidan kelganlar. Bizga kelgandagi shikoyatlari yurishga qiynalish, muvozanat saqlay olmaslik, gapirishga qiynalish, gapirganda duduqlanib gapirish, chayqalishlar, qo'l oyoqda, tanada titroq hamda umumiy holsizlikka shikoyat bildirganlar. Sekin. Sekin, shoshilmasdan, ha. Qani? So'ng'at o'rningizdan turing, ha. Yuring. Hamda o'rningizdan turingchi, reski. Reski ko'tarib. Turgin. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshimi? Jarroh qilaylik. Yo, eshikni oldiga boring sekin. Dver. Kela. Jami. Hoppa. Bemor bizaga dekabr oyida kelgandilar, dastavval lecheniyaga. Bemorda dizartrit nutuq, ya'ni o'z so'zini to'g'ri ifodalab bera olmagani uchun yaqinlaridan biz anamnez yig'ganmiz. Otasini so'zidan 2021-yil aprel oyidan kasalligi boshlangan. Kasalligi dastlab kuchli darajada bosh og'rishi, ko'ngil aynishi, chap qo'lda achish hissi, yurishga qiynalish, tanasini chap tomonda tortishib qolish holati hamda temperatura, ya'ni baland tana haroratini ko'tarish yuzaga kelgan. Tana harorati 39-40 gradusgacha ko'tarilgan. Ushbu shikoyatlar bilan o'zini tuman shifoxonasiga olib borilgan bemor. Bola hushini yo'qotgan va reanimatsiya bo'limida hushsiz holatda 11 kun davolangan. Shundan so'ng tekshiruvlar o'tkazilgan. Tekshiruvlar o'tkazilganda o'sha miyani po'stloq osti sohasida o'tkazilgan ensefalit tashxisi bilan demak davolangan bemor. Ushbu holatdan keyin bemor bir necha marotaba nevrologiya bo'limlarida davolanib yurgan va bizga dekabr oyida keldilar. Dekabr oyida ustozimiz professor Zarqo'y Bodullayev bilan birgalikda bemorga o'tkazilgan neyroinfeksiyadan keyingi holat ensefalomiyelopatiya va miya ataksiyasi bilan tashxisi ostida davolashni boshladik. Bemorni MRT xulosasini qisqacha aytib o'taman. MRT xulosasida miya oyoqchalarida o'choqli shikastlanish, o'ng yarim sharlar po'stloq osti bazal yadrolarning shikastlanishi hamda deminizatsiya jarayonlari deb ko'rsatilgan. Hop, bemorimizni 15 kun davomida davoladik. Bemorimizda 10 kun ichida sezilarli darajada o'zgarishlarni kuzatdik va bemorimizga 3 oy davomida ichib yuradigan dorilarni korreksiya qilib berdik va uy sharoitida ichib yurdilar va bizga yana qayta ko'rikka keldilar 3 oydan so'ng. Sekin. Sekin, shoshilmasdan, ha. So'ng'at o'rningizdan turing, ha. Yuring. Hamda o'rningizdan turingchi, reski. Reski ko'tarib. Turgin. Jami. Hoppa. Qo'llaring ko'tarib, Cho'q xursamiz. Oldingidan ancha yaxshimi? Xudo xolisa, sendagi qiynalayotgan bemorlarga Xudo xolisa hammasi yordam beringlar, Alloh nasib qilsin. Bitta o'tirib turib sal ko'rsat, o'tir. Tur. Sakra, qo'llaring tepaga pastga. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Ochig'ini aytaman, biz bunaqangi natija bo'ladi deb kutmagandik, lekin Allohning qudrati bilan bemorga shifo bo'ldi. Qolganini bemordan, yaqinlaridan eshitsalar ham bo'ladi. O'sha klinikaning professor menga Savjan Akamar
kechirgisi shukr deyman Allohga, Allohga san shukr. Evvela Allah